Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Vodnikda bir ajoyib masada joylashgan kirpichli domda 2-chi qavatda 3 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Ko'rib turgansizlar, bu yerda 4 marshrutlar o'tib har 5-10 minutdan. Yani bu tarafından ham yana birisi keladi, hurmatli vatandoshlar. Bu yerda bog'cha, maktablardan ham umuman muammosi yo'q. Mandarin kafesine yaqin yerda kirpichli domda 2-chi qavatda 3 xona. Hurmatli obunachilar. Narx ham zo'r, narxini videoning oxirida aytib o'tamiz. Ichida jihozlar bilan sotiladi. Hurmatli vatandoshlar, место положения ham ajoyib, narx ham zo'r. Yana tarafından magazinlardan ham muammosi yo'q. Apteka, ishnodan, bozorchalar ham yaqin, Sharq bozori ham yaqin. Hurmatli vatandoshlar, 5 minutda marshrutda minsangizlar borasizlar. Hurmatli vatandoshlar, qani yetkazsa birgalikda ko'rib, tanishib o'tamiz. Kvartiramizga yetib keldik, 2-chi qavatda. Hurmatli obunachilar, bismillah deb kelamiz. Kirgandan перехожий zonasi, chap tarafimizda bu yerda oshxonasi joylashgan. Hurmatli obunachilar, oshxonani verandaga o'tilgan. Bu yerda bir ochiq kishinin xonacha qilib qo'ydi. Hurmatli obunachilar, xohlasangiz daloncha qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yerda bir televizor o'rnatib, ajoyib xonadon ekan, akkuratniy, однотонный fonda ham 2-chi qavatda. Hurmatli vatandoshlar, ichini jihozlar bir dana stenkasi bor ekan, avvalgi eski stenkalardan shu yerni olib ketadi ekanlar. Hurmatli obunachilar, bu tarafimizning spalnisi, sanuzeli, kattalar spalnisi, zal joyi, общий 3 xonadan iborat. Birinchidan tanishtirib boramiz. Bu tarafimiz esa verandasi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu taraflarimiz pol bo'lgan ekan. Gaz plitalari bor, kuxenniy mebel, vichkalari, xolodilniklari, bu ham baland pol qilingan. Bu yerda ovqatxonalar mesta qilganlarning, aynalar ham alyumin ramlardan yaxshisidan qo'yganlar. Gaz ve suvlardan muammosi yo'q. Transportlardan muammo yo'q. Bu yerda 4 marsruti o'sib turibdi. Hurmatli obunachilar, dokument ham tayyor ekan. Dokumentdan ham muammosi yo'q. Hurmatli vatandoshlar, ham 2-chi qavatda 3 xonali xonadon. Berimizda saylang. Hurmatli vatandoshlar, eni 3,5 metrlar bor, uzunasi 5,5 metr chiqadi. Devorlar noturniy fonda, televizorlari bor, hurmatli obunachilar. Bu yerda konditsionerlar ham ega. Bu yerda ham oynalari alyumin ramlardan, podokонникlar, bu yerda registrlarining, ko'rib turganingiz gilamlar döşalgan. Xohlasangiz bu yerda bir televizorlar o'rnatsangizlar ham bo'ladi devorlarning. Bog'cha maktablar ham muammosi yo'q. Yon atrofida bog'cha maktablar ham bor. Sobir Rahim maktab, musiqa maktab, Salomat bog'cha, Samarqandda 11-sonli bog'cha, hurmatli obunachilar. Keyin Bobur maktablar ham yaqin yerda joylashgan. Yon atrofida yana magazinlar ham bor. Hurmatli obunachilar, magazin, apteka, banisa, hech narsadan muammosi yo'q. Sharq bozori borsanizlar bo'ladi, bozorcha, Sharq bozori bor yaqin. Dehqon bozor ham, hurmatli obunachilar, bir 10-15 ta borib tashlaydi damosi, avtobuslar yurib turibdi 4. Bedeshi stenkasi olinadi ekan, qonun vajlari duradan, hurmatli vatandoshlar. Aynalara alyumin ramlardan. Bu tarafimiz sanuzel qismi bo'ladi, eshiklari alyumin ramlardan. Bu yerda sanuzelimiz ham akkuratniy ekan, oyoq teglari kafel, devorlar ham kafel, patologlar plastik, arisollar bor, Royal firmaniki, suv filtrlari, suv ichgichlari, unitazlar ham o'zi yatirgan ekanlar. Ko'rib turganingiz, damir kotyollar bu yerda. Akkuratniy sanuzelni akkuratniy qilib qo'ydilar. Yerimiz eng kichik xonasi, ya'ni dietskisi. Hurmatli vatandoshlar, bu yerimiz razmeri bir 2,5 bor, buningda 3,5 razmerda bor. Devorlar noturniy fon, aynalari alyumin ramlardan, podokонниклар ham bor. Hurmatli obunachilar, karnizlar ham qisilgan. Orientirning mestasini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda Vodnikda 4 qavatli binoning kirpichning 2-chi qavatida 3 xonali kvartira bilan tanishib o'tkazlar. Narxi 380 million so'm aytilib turibdi. Ustida bir narsa qaytariladigan yeri bor. Aytib o'tganingiz shu eski stenkasi olinadi, konvertlari duradi ekaningizlar. Ham 2-chi qavatda, kirpichli domda, narx ham zo'r, mestas ham zo'r, tixiy mestada joylashgan. Yon atrofida bog'cha, maktab, suv, svet, gaz, transportlardan, magazinlardan ham muammosi yo'q, hurmatli vatandoshlar. Narx ham zo'r, ham 2-chi qavat etajidan ham gap bo'lishi mumkin emas. Eğer kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, videolarim keng tarqalishi uchun sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.